Sevgi miyani mast qiladi. Sevib qolgan odam miyasi haqiqiy mast odamnikiga o'xshab ishlaydi. Inson sevib qolganda organizmda kuchli kimyoviy jarayonlar boshlanadi. Bu jarayonlarda eng asosiy rolni dopamin, oksitotsin va serotonin kabi moddalar o'ynaydi. Sevgi paytida dopamin kuchli quvonch va ishtiyoq hissini beradi. Oksitotsin yaqinlik va bog'lanishni kuchaytiradi. Serotonin darajasi pasayib, inson doim sevgilisi haqida o'ylab qoladi. Miya skanerlari shuni ko'rsatadiki, sevib qolgan odamda xavfni baholash markazi sustlashadi. Mantiqiy fikrlash vaqtincha pasayadi. Mukofot tizimi haddan tashqari faollashadi. Shu sababli sevgi paytida odam kam uxlaydi, ko'p o'ylaydi, kamchiliklarni ko'rmaydi, mantiqsiz qarorlar qabul qiladi. Olimlar sevgi holatini ba'zan yengil obsessiv holat bilan ham taqqoslaydi. Vaqtinchalik va tabiiy. Endi bilganingizdek, sevgi yurakda emas, avvalo miyada boshlanadi. Agar ma'lumot qiziq bo'lgan bo'lsa, buni boshqalarga ham ulashishni unutmang.